И вот endi biza опущение или выпадение задней стенки влагалища, ya'ni qin devorining orqasi tushishi yoki опущенияsi deyilyapti. При дефекте в прямо-кишечно-влагалищной фасции образуется выпячивание передней стенки прямой кишки во влагалище с формированием ректоцелей. Ko'rasizlar, men ham rektoseliyni osmondan olmaganman. Mana bu bizani mana orqa teshigimiz, chiqaruv teshigimiz, bu bizani orqa kanalimiz, ya'ni tepadan mana yo'g'on ichagimiz kelyapti. Bu mana qinimiz, bu mana boya sidik qopi tushib kelyapti. Endi qarang, sidik qopi tushmagan. Endi nima tushib kelyapti bu yerda? Orqacha tushib kelyapti. Hali bizda matkamiz joyida, hali enterotseli bo'lgan joyi yo'q. Endi deyapti. Bu yerda endi polni tushuntirgan emaslik, o'qib o'tirmayman уже. Endi bu yerda qarang.